Assalomu alaykum aziz hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor Afg'onistonlik birodaringizni kanaliga xush kelibsizlar deyman. Men Shamsulloh Afg'onistonning Balx viloyati Sho'rtepa tumanidan bo'laman. Men sizlarga bugungi videomda Afg'onistonning Javzjon viloyati Qarqin tumanining bozorini ko'rsatib o'tmoqchiman. Ha do'stlar, agar videom sizga yoqib qolsa, videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Qo'ldan kelgancha bozorni birma-bir ko'rsatib o'taman inshaalloh. Qani bo'lmasam birgalikda bozorni tomosha qilamiz. Do'stlar, mana bu ko'rayotgan narsangizni bizlar Afg'onistonning tilida atag'ash deymiz, bilmayman O'zbekistonning tilida nima deyiladi. Bu o'zi bir challenge qo'yiladi o'rtaga. O'rtaga bir narsa taylaydi, mana o'rtada turgan odam o'sha o'rtaga taylangan narsani kim qo'lga kirsa o'sha g'olib bo'ladi bu o'yinda. Ha do'stlar, mana bu yoqda esa ko'rayotganingizdek, bu yoqda esa qo'g'irchoq sotar ekanlar. Mana hamma kim bolalarini akkalib o'shalarga qo'g'irchoq olib berar ekan. Mana ko'rayotganingizdek hamma kim, mana bu esa Afg'onistonning bayrog'i, imorating, mujohidinlaring. Mana bu yoqda akaxonlarimiz har xil yemishlarni o'lchab. Mana do'stlar, bu ko'rayotgan aparatingiz ice cream qurishadi shiriyah bolalarga. Mana do'stlar, bozor hamma kim kelgan. Mana ko'rayotganingizdek bu tomonda o'tal bor ekan, kunjut yog'iga palov pishirar ekanlar. Mana har xil mevajotlar, tarkori, hamma narsalar paraymon. Juda ham bir qiziq bozor bo'lar ekan Qarqinning. Hamma kim o'z savdosi bilan. Mana bu tomonda esa mevalarning suvini chiqarib berar ekanlar. O'shalarni ichib o'tiribdilar. Mana ko'rayotganingizdek juda ham bir ko'p odam bor ekan. Va mana bu esa o'tal bo'ladi. Hamma kim shu yoqdan kelib qorin to'yg'izib ketar ekan. Mana ko'rayotganingizdek afg'on palovi. Hamma kim o'z savdosi bilan. Ko'rayotganingizdek mana bu esa Qarqinning chavki bo'lar ekan. Mana ko'rayotganingizdek imoratning bayrog'i ham o'rilgan. Afg'onistonning juda ham bir chiroyli chavki bor ekan. Mana ko'chalari. Mana kichkina qizlar hammasi nima dedi? Nag'ara deydimi O'zbekiston tilida? Bizlar taprak deymiz. Mana hamma kim bozorga kelib ketib to'la bozorning ichi. Mana bu esa Afg'onistonning tilida nay shakar deyiladi. Bilmayman O'zbekistonning tilida nima deyiladi. O'shani suvini siqib, suvni chiqazib berar ekan. Mana bu akaxonimiz. Xo'p do'stlar, mana bu ko'rayotganingizda avval ham ko'rsatib o'tgan edim. Ice cream deymiz bizlar, shiriyah o'zbek tilida nima deyiladi bilmayman. Ha do'stlar, bugungi videom shundan iborat edi. Do'stlar, sizlarga bir Qarqin bozorini ko'rsatay dedim. Agarda videom sizga yoqqan bo'lsa, do'stlar, bu videomga bitta like va kanalimga obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Keyingi videomda albatta sizlarni kutib qolaman do'stlar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.